Yozning jazirama issig'i sizni xavotirga solyaptimi? Bizda bunga qarshi ideal yechim bor. Volmerning VL-In12TS New Dubai konditsioneri hattoki arab sahrolariga xos +55 daraja issiq haroratda ham uyingizga tog' havosiga xos orombaxsh salqinlikni hadya etadi. Qishning -20 darajalik qahraton sovug'ida ham barqaror isitib berishga qodir. GMCC Toshiba inverter kompressori tufayli minimal darajada energiya sarflaydi va 130 volt past kuchlanishda ishlay oladi. Afzallik jihatlari: nisbatan yirik korpusi va freonning ko'pligi, tashqi agregatning qishda muzlanishga qarshi o'rnatilgan alohida isitish tini, kamdan-kam uchraydigan 2 qavatli zanglamas tillarang qoplamali radiatori. Shuningdek, qulay boshqaruv pulti, kom funksionalligi boisidan konditsionerimiz premium darajadagi texnikalar qatoridan munosib joy egallaydi. Yakuniy xulosa shuki, VL-In12TS New Dubai konditsionerimiz har qanday ob-havo o'zgarishida qulaylik yaratishga qodir yaqin hamrohingiz bo'la oladi. Volmer — sifat va zamonaviylik uyg'unligidagi texnika.